Assalomu alaykum do'stlar. Mana yangi obyektimiz. Hozir sizlarga bu yerda qilingan ishlarni bir boshdan yoritib beraman. Telefonimiz kamerasi qara, bo'lmishlar. Iloji boricha like, podpiska, kommentariyani bang'alatamiz. Bizlar boshdan kiramiz. Mana stashkalar bo'lgan mana. Ikkita stashkalar. Shuvolar qilindi. Zeleninchilar sifat stashkalar bo'lgan mana. Birinchi tash. Shuvolar bo'lgan. Aka mana sizdan quryapmiz. Hali o'zilar apparatlar bitgani yo'q. Endi boshlandi. Qozog'iston tabiatlari mana. Juda zo'r joylarda Qozog'iston. Xo'sh, bu ikkinchi qavatimiz. Mana do'stlar. Ikkinchi qavatda endi shuvoqlarni endi boshladik. Bitta xona bor, hali bo'lgani yo'q. Bu tomondagi xona mana endi bu xonalar, bu tomondagi xonalarni ko'rsataman. Mana bu tomonga mayaklar qo'yganmiz. Shunaqa gaplar. Zagotovkalarni qilib, hamma joy-joyida zinani boshlaganmiz. Xudo zina ertadan bitib qoladi. Endi bu xonaga kiramiz. Bu xona ham mana mayaklarni olib, qayta garderob bor. Hamma xonada garderob bor. Bu uyda qaysi xonasiga kirsangiz mana shunaqa garderoblar bor. Mana kirish eshigi. Mana garderob eshigi. Hamma xonada bor. Mana shu uyda ikkinchi qavatida hamma uyda garderob bor. Mayaklar. Hammasi cho'tki. Endi bu xonaga kiramiz. Xo'sh, endi bu xonaga. Mana. Mayaklarni olib cho'tki qo'yganmiz. Xudo xolasa, ertadan shu ishni boshlaymiz. Qozog'iston tabiatlari mana. Tog'lar, odamlari zo'r. O'zimiz qardosh xalqlarimiz. Shunaqa gaplar, mana shu yerda ishlayapmiz. Xudo xolasa, shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, nima deydi? Aloqaga chiqaverasizlar. Ishlarimiz shular. Mayli do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunaqa gaplar. Like, kommentariya, podpiskani bosamiz do'stlar. Podpiska bosamiz. Meni statistikamga qarasam, juda ko'pchilik podpiskasiz ko'ryapti. Do'stlar, podpiskani qilamiz.